Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Görüyatqanınlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımız xoş gəldinglar. Muş bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan bir qism mühim xəbərlərni əslitib etməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. Yakında ictimai taratqularda Atish şəhərindəki savdogar Vali Məhmədning lagerda can uzganligi haqida xəbərlər tarqalgan idi. Muxbirimizning ahvoli gelishi jarayonida bu xabarning rost ekanligi dalillendi. Uyg'ur diyoridagi lagerlarning ko'payishiga ergishib, lagerlardagi jismoniy qiyin-qistoq, ruhiy zarba va nachar turmush sharoiti tufaylidan ko'p sondagi mahbuslarning o'lib ketayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Vali Məhməd bu yil 55 yoshda bo'lib, buningdan 10 necha yil ilgari bolalarini diniy o'qishga berganligi uchun tutqun qilingan ekan. Mərhumni tanıydıqanlar onun haqqaniyetçi və xalqpərvər bir kişi ekanligini bildirməkdə. Ürümçidəki ən hayvətlik Uyğur restoranlarından Mirac restoranının sahibləri Abdurish Taji və Vali Haji tutqun qilingandan keyin ularning bola chaqalari və tuqqanlarının müddətli qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum bo'ldi. Hozirgi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Abdurish Tajining qudisi Iminjan Haji uy mulk savdosi qilib bergan ekan. Bu qitim uning 17 milliard yuanlik mol-mulki musodir qilingan. O'zi 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Analizchilar bu haqda fikr qilib, Uyghur baylarını yo'qotish Xitoy hukumatining uzundan buyon takrorlab kelgan usullarining biri deydi. Ular hech qachon Uyg'urlarning boy bo'lishini xohlamaydi. Xitoy axborot vositalaridagi xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur Abtonom rayonlik Siyosiy qonun komitetining muavin sekretari Sherzod Bovdun va Ili oblastlik partiyasining muavin sekretari Anvar Abdushukur intizomga og'ir darajada xiloflik qilish bilan ayblanib partiyadan qo'g'lab chiqarilgan. İlgiri muxbirimizning bu vaqtdagi ahvol egallashi jarayonida aloqador xodimlar ziddiyatli javob berib, ularning tutqun qilinishiga doir haqiqiy ahvolni yoshirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, butkul qonun sistemasiga mas'ul bo'ladigan Siyosiy qonun komitetining sekretari bo'lish uchun Kompartiyaning qattiq sinoqlaridan o'tish kerak ekan. Ana shunday sinoqlardan o'tgan Uyg'ur kadrlarining omon qolmaganligini analizchilar Xitoy hukumatining nazarida hech qanday bir Uyg'urning ishonchli emasligini ko'rsatadi deb ko'rsatmoqda. Xitoy hukumati ijro qilayotgan navbatdagi bostirish harakatida Uyg'ur ziyolilarining bir muhim tutqun nishoni bo'layotganligi ma'lum. Germaniyada doktorlik unvoni uchun o'qigan Nabijon Habibullaning 2018 fevralda tutqun qilinishi buningdagi bir tipik misol. Nabijon Germaniyada o'qiyotgan mezgilda Urumchiga chaqirtilib, 2018 fevralda tutqun qilingandan buyon uning qayerga qamalganligi va uningga qanday jazo berilganligi haqida hech qanday xabar bo'lmagan. Ma'lum bo'lishicha, Nabijon Habibullah 1983-yili Lobnaisda tug'ilgan. U qadimki Uyg'ur tili bilan hozirgi zamon Uyg'ur tilining munosabati haqida izlanib kelayotgan bo'lib, ayni vaqtda professor Arslan Abdullahning qo'lida magistrlik unvoni uchun o'qigan ekan. Yaqında Amerikadagi dаңlıq islom ulamolaridan 100 ga yaqin kishi birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishini tanqidladi. Bayonotda Xitoyning Uyg'ur diyoridagi lagerlarga qamalgan Uyg'urlarni qo'yib berishi, bolalarning oilalariga qaytishib kelishiga yo'l qo'yishi talab qilinib qolmay, yana boshqa diniy jamoatlarni bu talabga ovoz qo'yishga chaqirgan. O'tgan hafta Amerikadagi eng cho'ng masjidlardan biri bo'lgan Adam ism markazida Amerika musulmonlarga Uyg'urlarning kulfatlarini anglatish faoliyati tashkillangan edi. Növbətdə bu xildagi faoliyatlarning har qaysi islom tashkilotlarini Uyg'urlar haqida so'z qilishga rag'batlantirishi roli bo'ladiganligi olg'a surilmoqda. Uyg'ur diyoridagi zulm bag'an siri yuqori pallaga chiqayotganda Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi yana bir qitim tanishtirildi. Mazkur qonun loyihasida Amerika prezidenti Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy tillik musulmonlarga yurgizayotgan dafsandichilik siyosatlarini ayblashga hamda Xitoy raisi Xi Jinpingni qayta tarbiyalash lagerlarini darhol taqashga da'vat qilindi. Mazkur qonun loyihasini qayta tanishtirgan Avam palata a'zosi Christopher Smith bu haqdagi bayonotida Xitoy Uyg'urlar va boshqa turkiy tillik musulmonlarga silayotgan zulmlarni dunyodagi eng jiddiy kishilik huquq raqobati deb atadi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.